Sizni minglab kilometr uzoqlikdagi jarroh masofadan turib robot yordamida operatsiya qilsa, qo'rqarmidingiz? Bemorda tashxisi prostata bezi saratoni edi. Live surgery formatida bo'ldi. Bemor Toshkentda bo'lib, lekin jarroh o'zi Varshava shahrida boshqarildi. Jarrohlik mobaynida 1,5 soat kechdi, lekin bir marta ham uzluksiz o'tdi. Biz har doim bemor xavfsizligini o'ylaymiz. Sizni minglab kilometr uzoqlikdagi jarroh masofadan turib robot yordamida operatsiya qilsa, qo'rqarmidingiz? Ha, avvaliga bu g'ayritabiiy tuyuladi, ammo bugun bu tibbiyotning yangi davri. Jahon tibbiyotida robot yordamidagi jarrohlik amaliyoti tobora ommalashmoqda. AQSh, Yaponiya, Germaniya kabi mamlakatlarda minglab jarrohlik amaliyotlari allaqachon masofadan boshqariladigan robotlar yordamida bajarilmoqda. Endi bu texnologiya O'zbekistonda ham kirib keldi. Toshkent shahridagi Akfa-Medline universitet klinikasida Markaziy Yevropa robotik kongressi doirasida ilk bor masofadan turib robot yordamida jarrohlik amaliyoti o'tkazildi. O'zbekiston tarixida ilk bor Akfa-Medline universitet shifoxonasida masofadan turib robot yordamida jarrohlik amaliyoti o'tkazildi. Dilmurod aka, bu amaliyotga qanaqa tayyorgarlik ko'rildi? Bu tadbirimiz ilk bor o'tkazilgan O'zbekiston tarixida. Biz buni telexirurgiya deymiz. Bu katta dastur ichida bo'lgan Varshava shahrida bu nufuzli tadbir o'tkazildi. Orsi akademiya boshchiligida bu Yevropada eng katta trening sentrlaridan robot laparoskopiya o'rgatadigan jarrohlar markazi. Shu markaz boshchiligida shu tadbir o'tkazildi. Eng nufuzli nomdor robotik jarrohlar yig'ildi va turli xil robot sistemalari aynan jarrohlikda o'tkaziladigan sistemalarni ishlatdi. Buning ichida DaVinci robot, bizniki Edge Medical, Medtronic kompaniyasi hammasi ishtirok etdi. Shunda live surgery formatida bo'ldi, jonli o'tkazildi va bizniki masofadan turib bo'ldi. Bemor Toshkentda shu yerda bo'lib, lekin jarroh o'zi Varshava shahrida boshqarildi. Bu hammasi masofadan salkam 5000 kilometr uzoqlikda bo'ldi. Qanday jarrohlik amaliyoti qilindi? Qaysi Bemorda tashxisi prostata bezi saratoni edi. Unga prostatektomiya amaliyoti bajarildi. Bemorni qanday tanladingiz? Bunday bemorlar o'zi jarrohlikka mos bo'lgan bemorlar, aynan tarqalmagan bir holatlar, saraton tarqalmagan stadiyasida bizda har doim bu bemorlar uchrab turadi va aynan shu loyiq bo'lgan bemorimiz shu jarrohlikka tayyorladik. Siz bu jarayonda ishtirok etgansiz. Masofadan jarroh boshqarganda robotda masalan soniyada bir kechikishlar, uzilishlar bo'lmadimi? Biz ham shunday bir holatlarni bo'ladi deb o'z tayyorgarchiligini ko'rganmiz. Albatta bu internet orqali bajarilgan, lekin jarrohlik mobaynida bu 1,5 soat kechdi, lekin bir marta ham uzluksiz o'tdi. Endi nima bo'lganda ham biz har doim bemor xavfsizligini o'ylaymiz. Har doim tayyor turamiz. Biz ham o'zimiz bu amaliyotni bajaramiz. Shuning uchun bemor xavfsizligi birinchi o'rinda turadi. Shu yo'nalishga sizda qiziqish uyg'ondimi? Albatta, bu birinchi ilk bor bo'lgani uchun o'zimda ham shubhalar bor edi, qanday bo'lar ekan deb. Lekin amalda ko'rgandan keyin shu bir fikr, g'oyalar keldi. Aytaylik, Toshkentda turib bu yerda o'sha jarrohlik amaliyotini bajarsam-da, bemor shu paytda aytaylik Samarqandda. Men o'ylayman, bu qulay bemor uchun ham kelajakdagi o'ylayman buni amalga oshirsa bo'ladi. Jarayonda qaraysiz, endi urologiya yo'nalishidagi bemor bo'lgani uchun siz urologiya bo'lim mudiri sifatida qatnashgansiz, o'zingiz kasallingiz bo'lganda, keyin anesteziolog, hamshiralar va robot qurilma u yoqdan jarroh boshqaradi.
Jarroh o'zini konsoli bor, o'sha boshqaruvchi aytaylik bir apparati. Bu yerda bizning qurilmamiz bemorni o'sha maxsus o'sha robot qo'lchalari bor bajaradigan, o'shalarni biz aynan jarroh bajarishiga tayyor qilib beramiz. Biz bu yerda assistent sifatida va yordamchi jarroh sifatida biz qatnashdik. Koreya, Xitoy, Amerikada malakamizni oshirganmiz aynan robotda. Birinchi o'sha qo'l urish uchun necha yillik treninglar o'tdik. O'zimizdan tajribamiz bor, lekin aynan robotda shu etaplardan o'tib kelish kerak. O'qishlar, treninglar va keyinchalik amaliyotni bajarishga ruxsat beriladi. Birinchi marta qatnashdim deyapsiz, hayajon bo'ldim. Albatta, hayajon bo'ldi. Nimaga deganingiz, bu juda katta mas'uliyat. Mas'uliyat, biz shu tadbirda aytgandek, bu yerda bir necha yuz odam tashrif buyurgan, shuni onlayn tarzda kuzatib turgan. Amaliyot tez bajarildi. 1,5 soat ichida prostatektomiya, bu juda ham tajribali shifokorga qaramasdan bu biz tarafdan ham tashkiliy taraflari bizani uchun xursand qildi. Hammasi muvaffaqiyatli o'tdi. Bemor hozir ahvoli yaxshi. Ahvoli yaxshi. Biz ertasidan aktivlashtirdik bemorimiz va hozir rejalashtirib 3-kunlariga javob berishdi. Bugun O'zbekiston tibbiyoti dunyo bilan hamnafas bo'lib, aholi salomatligi yo'lida eng ilg'or imkoniyatlarni yaratayotgani albatta quvonarlidir.